Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Siz bilan birgalikda bugun sonning 13 ga bo'linishini ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Son 13 ga bo'linishi uchun qanaqa shartlar bajarilishi kerak? Xo'sh, birinchi qiruvchi soni 13 ga bo'linadimi yoki bo'linmaydimi tekshirib ko'ramiz. Qanday qilib tekshiriladi? Sonning oxirgi birlar xonasida turgan raqam 4 ga ko'paytiriladi, ya'ni 4 martaga orttiriladi va shundan tashqari qolgan songa qo'shiladi. Va natijada hosil bo'lgan son 13 ga bo'linsa, bu son 13 ga bo'linadi deyiladi. Demak, bizning birlar xonasimizda turgan raqam 3, biz 14 ga qo'shar ekanmiz. Buni 4 marta 4 ga ko'paytirilgan. 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 12 bo'ladi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 26 hosil bo'lar ekan. 26 13 ga bo'linadi. Demak, bu degani bu sonimiz 13 ga bo'linadi degani. Yoki 182 13 ga bo'linadimi yoki bo'linmaydimi, qanday qilib tekshirib ko'ramiz. 18 ga, ya'ni birlar xonasida turgan raqamni 4 marta orttirilgan, ya'ni 4 ga ko'paytirilganini qo'shamiz. Demak, 2 da 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 8 bo'ladi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 26 bo'ladi. Demak, albatta bu sonimiz ham 13 ga bo'linadi deyiladi. Xo'sh, 273 soni 13 ga bo'ladimi yoki bo'linmaydimi, qanday qilib tekshirib ko'ramiz. 27 ga qo'shamiz. Demak, 3 ning 4 marta orttirilgani. Demak, 12 ni qo'shamiz. Qo'shadigan bo'lsak 39 bo'ladi va bu sonimiz ham 13 ga bo'linar ekan. Mana shunaqangi qiziqarli savollarning yechimlarini, yo'llarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling.